Bahor fasli yog'ingarchilikning ko'pligi hisobiga sel toshqinlari xavfi yuqori bo'lgan mavsum hisoblanadi. Shuning uchun ham Farg'ona viloyati favqulodda vaziyatlar boshqarmasi xodimlari tomonidan hududlarda sel toshqinlari va yer ko'chki hodisalari bilan bog'liq favqulodda vaziyatlardan muhofaza qilishga qaratilgan taktik mashg'ulot, seminarlar muntazam tashkil etilyapti. Navbatdagi tashkil etilgan tadbirda ishtirokchilarga zarur ko'rsatmalar berildi. Shuningdek, daryo o'zalarini tozalash bo'yicha amaliy mashg'ulot ham o'tkazilib, mazkur hududlarda qay tartibda ish olib borish kerakligi amalda ko'rsatib berildi. Sel va toshqinlar xavfi mavjud bo'lgan hududlarda yashayotgan aholining xavfsizligini ta'minlash muhim ahamiyatga ega. Favqulodda tabiiy ofatlar yuz berganda to'g'ri harakatlanish xavfsizlik garovi ekanligi, sel vaqtida amal qilish zarur bo'lgan qoidalar, jabrlanganlarga birinchi yordam ko'rsatish borasida aholi xonadonlarida tushuntirish ishlari ham o'tkazildi. O'quv mashqi davomida sel yo'li qum shag'aldan tozalanib, tuproq ishlari bajarildi. Jarayonlarga maxsus texnikalar ham jalb qilindi.